Siz ko'rib turgan bu mashhur insonlar ko'plab xayrli va savob ishlar qilgan. O'zi aslida xayrli ishni hech kimga aytilmaydi. Shunday bo'lsa ham oramizda yurgan shu kabi saxiy insonlarni qadriga yetaylik. Bir daqiqadan so'ng nima bo'lishini faqat Alloh biladi. Agar siz ham ushbu xayrli ishlarga o'z hissangizni qo'shmoqchi bo'lsangiz, biz sizni hamkorlikka chaqiramiz. Biz xohlaymizki, ehson qilishga, zakot berishga shoshilishingizni unutmang. Ehsonning mukofoti ehson. Zero oxiratda xohlaymizki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan birgalikda bir qatorda turishlikni. Agar ehson qilishingizga yoki zakot berishingizga imkoniyatingiz bo'lmasa, duo qiling va shu videomizni yaqinlaringizga yuborib qo'ying.